Novostroyka kompaktli 2 xonalikda ko'rib chiqamiz. Mana shu kirish eshigimiz, podyezdimizdan kirib kelamiz. Xoshkamiz, uzunasiga koridor bor. Xonalar joylashgan va to'g'rimizda sanuzel. Xo'p, chap qo'llarimizda prixojniy mebellarni qilsak bo'lar ekan. Va ikkita xonamiz mavjud. 50 kvadrat bo'ladi. Pishig'ishlik yangi domlar. 5 qavatlikning 5-qavatida. Narxi ham juda arzongina arziydi deb o'ylayman. Ozgina yashalgan kvartira, holati juda yaxshi turibdi. Devorlari, patologlari, mana eshiklarining holati. Xo'p, o'ng qo'limizda maydaroq xonamizni yotoqxona qilamiz. Xo'p. Mana shunaqa ko'rinish, endi eshiklar va yondagi xona katta zalimiz bo'ladi. Mana bu joyimizda birlashgan sanuzelimiz, kafel qilingan, to'liq patologicha vitishkalar bor. Mana dushovoy zonamiz va unitazimiz shunday joylashdi. Mana bu joyda menimcha stiralkani joyi mana shu yerga qo'yib qo'ysak bo'lar ekan. Va zalimiz kattagina ekan. Xo'p, pardalar, gilamlari bor, akvaplast eshiklari va zalimizdan oshxonaga kiramiz. Proyekt bo'yicha men o'ylaymanki, bu bir xonalik, katta bir xonalik bo'lgan. Bittasi oshxona va ikkinchisi bitta xonalik 50 kvadrat. Lekin buni 2 xonalik qilibdilar. Hamma xonalarimizga va oshxonalarimizga ham joyimiz bor. Oshxonamiz shu joyda bo'ladi. Bir burchakka xolodilnikni qo'yamiz. Mana kerakli mebelimiz maydagina bo'lsa ham bor. Plita, vitishka, moykamiz. Konturni kotel bo'ladi. Isitish moslamamiz. Mana maydagina xolodilnik ham bor ekan. Bir burchakka stol stulchani qo'yamiz. Ana shu yerda ovqat pishirish hamda ovqatlanish zonasini qilib olsak bo'lar ekan. Panoramli derazalari bor ekan. Mana bu yotoqxonamiz ham oshxonaga chiqar ekan. Mana shunaqa kvartirachamiz sotuvga chiqdi. Narxi juda shikolat. 38 ming dollar deyaptilar, yana savdosi bor ekan. 50 kvadrat bo'ladi. Samarqand shahardan Novostroykalardan Sartepo hududi pishig'ishlik 5 qavatli dom. 5-qavatida 2 xonali kvartiramiz. Hamda ipoteka ham bo'lar ekan. Taxmin 18 ming dollarlar kerak bo'ladi ipoteka qilish uchun. Mana shunaqa kvartiramizga agar qiziqsangiz tezda pastdagi nomerlarimizga aloqa chiqamiz.